Bu bayroqni bolaligimdan buyon maktab saflanishlarida, universitet peshtoqida, televizor ekranida ko'rib ulg'aydim. U mening doimiy hamrohim bo'lgan mamlakatimizning, mustaqilligimizning ramzi. Vaqt o'tib, bu shunchaki ramz emasligini anglab yetdim. Bu o'zligimiz, bu yurtimizning nafasi. Ko'k bolaligimning cheksiz osmoni kabi musaffo, oq ezgulik va tinchlik tongidek pokiza, yashil, barakali va uyg'oq zaminning nafasi kabi. Qizil chiziq bizni asrlarga bog'lab turuvchi rishta, qon misoli. Har gal bu bayroqni ko'rsam, men darslik sahifalarini emas, balki muazzam tarixni qo'llar bilan bitgan insonlarni eslayman. Bu bayroq o'tmish, bugun va kelajakni birlashtiradi. U shamolda emas, bizning borlig'imizda yashaydi. Bizda shu tuyg'ular bor ekan, u ulug'vor hilpirayveradi. 18-noyabr O'zbekiston Respublikasi Davlat bayrog'i kuni. Biz viqorli bayroq ostidamiz.